Bu sene 21 oktyabr Özbek Tili Bayramı gününü kızgın kutluqlab, barchangizga berken densoqlik, qadrli ishlaringizda qalmasin shu hayrat, asl tavsiyalar tileymiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 36 yiliga bag'ishlangan bayram tantanasini ochiq deb e'lon qilamiz. 1989 yil 1-oktyabr. Bu har bir inson yuragida g'urur va faxr uyg'otadigan sana. O'zbek tili esa ajdodlarimizdan bizga meros bo'lgan bebaho boylikdir. Keling, ona tilini asraylik. Uni sevaylik, ardoqlaylik va avloddan avlodga yetkazaylik. Chunki aynan shu kun o'zbek tili davlat tili maqomini olgan kun. U Navoiy so'zlarida, Bobur g'azallarida. bayraming bilan ona tilim